Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bu Lavabendosda ishlab chiqarilayotgan 40 kilovatli universal kotelimizda ko'mir yonish jarayonini ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu qora ko'mirning maydasi, hakasi, elakdan o'tgan qolgani nemlangan holatda bo'ladi, iloji bor. Zo'r yonadi. Ko'mir bilan birga yonib beradi. Shu holda zapravka qilinadi. Bir zapravkasiga 50 kg ko'mir sig'adi bu. Issiqlikni maksimal darajada qiladi kotelimiz. Shu holda ozon o'tin solib alishtirib birinchisini. Ikkinchi viltantalar qo'shib beramiz. Shu bilan ketdi yonib. Qisqa video qilganmiz hozir. Chet yonishlarni ko'rsatib o'tib ketamiz. O'sha alishib boshladi. Ko'mirga o'tdi. Mana shu normal pesga qarab yonib boshladi bu. Shu holda pesga yonib tushadi. Keyin ortga qarab yonib ketadi kotelimiz. Yonishi. Kotelimiz materiallari 4 glislardan ishlangan. Narxi bugungi kundagi 10,5 million so'm. Bundan kichikroq varianti bor, 30 kilovatli. Uning narxi 9,5 million so'm chiqadi. 20 kilovatlisi bor. Uning narxi 8,5 million so'm. Bu qora ko'mirning maydasini effekt bermaydi deganlar uchun 100% garantiyasi bilan beramiz. Effekt cho'tki beradi bu. Chinakka nisbatan rasxoti ancha kam bo'lib yonadi bu. Uchun deganda izg'orlangan ko'mir yonish vaqti ko'proq bo'laveradi bu. Ikki o'ynamchilarda o'tkazamiz buni. Iri ko'mir o'tin hammasiga ketadi bu. Atom narsa bo'lsa hammasi yonadi kotelimizda. Umuman tanlamaydi. Video davomida oxirigacha ko'rib borsangiz, xudoga hammasi ko'zimiz bilan. Qarshi yarim soat, 1 soatdan ochib ko'rib yutib buni video qilamiz. O'zgarishlar yonishining. Bu hozir bir tarafidan muzlatuvga kirgizib, u yoqdan chiqarib quydirib qo'yibmiz. Shu holda yoqib buni. 6 soat mobaynida yonib yo'q bo'ladi bu. To'xtamay yongan vaqtida. Agar viltanatib o'chib yonganning hisobini 24 soatga yetadi bu. Masalan, 2 soat 2 minut yonsa, 10 minut 12 minut o'chib turadi. Buni deyarli 90% yondi bu. Bir chekkadan orqa qarab yonib ketib qo'yadi. Hozir 100% yonganda holatini ham ko'rasizlar o'z ko'zlaringiz bilan. Mana umuman ichida ko'mirning kulini hech qolmagan. Yonmay qolgan holati yo'q. 100% yongan bu. Arqa tarafida ozg'ina alishchaqa ko'mirning cho'qlari bor. Shu holda yonadi kotelimiz. Shunda kotellar izlagan do'stlaringiz jo'rangizga jo'natib qo'yasizlar. Bu qora ko'mirning maydasini 100% effekt beradigan yagona kotel desa ham bo'ladi buni.